shunday bir yaxshi kunda, ulug' kunda mana shunday Davlat xavfsizlik xizmati kubogiga start berilayotganligi, bu ham esa mana shu muhtaram yurtboshimizda yoshlarga bergan e'tiborini bir namunasi desak adashmaymiz. Mahallalari juftligi. Oytamg'ani mahallasi bilan Istiqlol mahallasi. Ishlab turamiz. Yangiobod mahallasi hamda O'zbekiston mahallasi. O'tgan yilgi finalchilarimiz. Olqishlab qo'yamiz. Men Rajabova Dilnoza, mana bugun tumanimizda Davlat xavfsizlik kubogi musobaqasiga start berildi. Biz bunga Uchtepa mahalla qizlar jamoasidan keldik. Biz bu musobaqada birinchi o'rinni olishni niyat qildik. Bizga shunday imtiyozlar berayotgan rahbarimizdan juda ham xursandmiz. Mana muhtaram prezidentimizning mana shu yoshlarga berayotgan imkoniyatlari 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasi doirasida mana 2025-yilgi 4-mavsumga ham start berildi. Bugun mana yoshlarimiz juda faol. Bugun Oqdaryo tumanida qariyb 42 ming yoshlarimiz mana shu 5 tashabbusni, mana shu 14 ta sport turlari, jami 26 ta mana ma'rifiy zakovat, o'sha intellektual yosh kitobxon tanlovlaridan ro'yxatdan o'tishib, bugungi kunda yoshlarimiz to'liq o'zlarining qiziqishlarini bildirgan. Haqiqatda tan olishimiz kerakki, 5 tashabbus bugungi kunda juda ommalashdi. Yoshlarimiz qiziqishi ortib bormoqda.